Mana bu 42 dan ham oshib ketdi. Azizlar, bo'ynida muammosi borlar uchun ajoyib life hack. Baqilishkani to'g'ri yo'lda ishlatsangiz bu yaxshi narsa. Xo'sh, mana shunaqa ozgina yostiq sifat qilib, bo'ynimizni umurtqasi boshlangan joyga mana qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Bu bo'yin uchun juda ham komfort yostiqqa aylanadi. İchiga iloji boricha 50 gradusdan yuqoriroq suv soling. Oshib ham ketmasin. Bo'ynida grijasi bor insonlar uchun, bo'ynida osteoxondrozi bor insonlar uchun, boshi juda ko'p og'riydiganlar insonlar uchun foydali narsa bu. Xo'sh, agar bo'yningizda grija bo'lsa, bo'yningizda muammo bo'lsa, boshingizdagi kamida 75% muammolar, og'riqlarni aynan bo'yin churrasi olib keladi. Esingizdan chiqarmang. O'shaning uchun doim boshini og'riydiganlar borib boshini MRT qiladi. Boshi yaxshi, faqat muammo bo'ynidan chiqadi. Bu siz uchun yaxshi, turing. Xuddi mana shu shaklda. Ko'p emas, 5-6 daqiqa yetadi mana. Boshingiz bilan bo'yningiz ulashgan joyga qo'ysangiz, ayniqsa, mazza. Ko'ryapsizmi? Og'riqlar bir zumda yo'qoladi. Chunki qon aylanishi yaxshilanadi. Inson bu issiqlik. Uni tanasi issiqlikni yaxshi ko'radi. Osteoxondroz, grija, umurtqa kasalliklari esa sovuqni juda ham yomon ko'radi. O'shaning uchun qayerda muammo bo'lsa, isitib turing. Xudo xohlasa og'riqlaringiz tarqalib ketadi. Belga qo'ysa ham bo'ladi. Faqat sekin-sekin. Salomat bo'ling, kasal bo'lmang.